Davosi yo'q kasalliklardan Allohning o'zi saqlasin. Hech qaysi birimiz necha yoshda qanaqa dard berishini bilmas ekanmiz. Allohdan beriladigan dardni biza qadar deb qabul qilamiz. Shunday ekan azizlar, bugun biz mana shu xonadonga tashrif buyurishimizdan asl bir sabab Davlatbek do'stimiz mana 23 yoshda jigar sirroz xastaligi bilan kasallanib, bugungi kunda aynan mana shu kasallik bilan kurashib kelyaptilar. Shunday ekan azizlar, buni davosi bor ekan. Iloyim davosi yo'q kasalliklardan Allohning o'zi saqlasin. Hech qaysi birimizning farzandimiz, yaqinimiz, aka-ukamiz, opa-singlimiz, ota-onamiz hech qaysi birlari kasal bo'lmasa. Shu videoga bitta chiroyli like bosib qo'yinglar. Davlatbek ukamizga hozir juda ham katta yordam kerak. Bu degani aynan shu ukamizni jigarlarini almashtirish kerak. Ya'ni jigar amaliyotiga o'zingizlar bilasizlar, ko'p emas, oz emas, 150-200 million atrofida pul ketadi, balkim undan ham ko'proqdir. Biz nimaga ishonamiz? Biz o'zbek saxovatpesha xalqimizga ishonamiz. Albatta, bizani shunday tashab qo'ymaysizlar. Ya'ni biz ham bugun aynan shu ukamizga xolisona kelib xizmat ko'rsatib ketish maqsadida keldik. Do'stimiz Ilhom mana hamma tanigan Ilhom osh markazining rahbari, qolaversa men odamlar jamoasining rahbari. Bugun mana shu ukamiz yonida dalda bo'lib turish uchun keldik. Sizlar ham bizani shunchaki tashab qo'ymaysizlar deb ishonamiz. Azizlar, ben ko'p boshqa videolar bilan, kontentlar o'zimiz bizneslar bilan videoda aloqaga chiqib ko'plar meni taniydi. Men biron marta shunaqa video qo'ymaganman. Nimagaki har xil odamlar chiqib ketdi. Hamma kartasini yechib olgan, aldagan, haligi shunaqa yotqizib qo'yib videolar olishadi odamlar. Hammasi nimada masxarabozlar ham ko'payib ketdi. Lekin biz aynan joyiga, ya'ni biz obunachilarimizga to'g'risini men yurakdan aytaman doim. Borini, ichimdagi bori bilan gaplashishni yaxshi ko'raman obunachi sizlar bilan. Balkim ichingizda bitta odam masalasini hal qilar. Balkim-da endi Alloh taolo ularga jannat va'da qilyapti. Bemalol keling, gaplashing, kartalarni ham o'zlarini ham qo'yib qo'yaman, nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol yordam qilishingiz mumkin. Balkim zakotingiz bordir Ramazonda, balkim Ramazonda shu tugib qo'ygan bir joyiga beraman degan ichingizda odam bordir. Sizning duolaringiz bilan albatta hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta sizni foydalashingizga kerak. Albatta siz yordam qilsangiz, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz duoda biz sizga umid qilamiz. Hamma baribir kuch birlikda. Hamma 1000 so'm, 10 so'm, 100 so'm tashasa ham Alloh barakasini bersin, shu ukamga Xudo shifo bersa deb aytamiz. Hammangizdan yordam kutib qolamiz. Azizlar, befarq bo'lmaysiz degan umiddamiz. Aynan uylanadigan bir paytda bugungi kunda ota-onasi, qarindosh urug'lari qiz qidirib uylantiraman deb yurgan bir yoshga yetganda jigar xastaligi bilan mana shu ko'rpaga, ya'ni o'ringa mixlanib yotibdi. Alloh shifosini bersin. Shunchaki duo qilib qo'ying. Ro'za Ramazon kunlari, kirib kelayotgan hayit ayyomlari butun O'zbekistonga, butun dunyoga iloyim bayram muborak bo'lsin. O'zani tinchligimizga, bizning vatanimizning tinchligiga ko'z tegmasin. Aziz yurtdoshlar, shunchaki befarq bo'lmang. Shunchaki like bosing, yaqin do'stingizga tarqating. Shu videoni hech bo'lmasa bitta kichkinagina like bosib, bittasiga tarqatib qo'ysangiz, aynan o'sha munosib odamni qidirib yurgan saxovatpesha do'stingiz bordir. Bugungi kunda mana shu Davlatbek ukamiz ertaga Xudo xohlasa oyoqqa turib ketganlarida mana shunaqa kelib xursandchilik videolarini chiqarish Ilhombek bilan menga nasib qilsin deganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Azizlar, ko'ryapsiz, jigar ishib turibdi. Bemalol o'zingiz kelib, agar ko'nglingizda jiz etib joyiga borib ko'raman desangiz, telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib kelib ko'rishingiz mumkin. Davlatbekka sizlarni podдержкалар kerak. Hammaga yana bir marta aytyapman. Bitta podдержка qilsak, bu bola oyoqqa turib ketadi. Hech kimi bolasi kasal bo'lmasin. Hech kimi bolasi kasal bo'lmasin. Men bemalol ayta olaman. Odam na qo'l ishga boradi, na bironta biznesga kallasini tiqadi, na halovati bo'ladi. Qatta bo'lsa bolasini o'ylaydi. Biz o'zbek shunaqa bolajon xalqmiz. Bolasi kasal bo'lsa odam baribir qo'l ishga bormaydi. Bilmadim endi. Birovga yoki boshqa insonlarga shunaqa holatga tushmasin deymiz. Shuning uchun bemalol kelib tekshirib, telefonga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Podдержка sizlardan, hammanglardan.